Mamlakatimizning turli hududlarida voyaga yetayotgan yoshlarning hayotga tayyorlanish yo'li bir xilda kechmayapti. Atrof muhit, sharoit va imkoniyatlarning turlicha bo'lishi yoshlarning o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Ba'zilar tezroq va qulayroq yo'llar bilan rivojlanish imkoniga ega bo'layotgan bo'lsa, ayrim yoshlar o'z yo'lini topishda qo'llab-quvvatlashga muhtoj. Teach for Uzbekistan loyihasi aynan shu farqlarni yumshatish, har bir bolaga o'z orzulari sari dadil qadam tashlash uchun ilhom, ishonch va namuna bo'la oladigan yetakchilarni tayyorlashga harakat qilmoqda. Ushbu loyiha dunyoning 63 mamlakatida ta'lim tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi Teach for All global tarmog'ining O'zbekistondagi bir bo'lagi sifatida tashkil etilgan. Dasturning asosiy maqsadi chekka hududlardagi bolalarga ham teng bilim olish imkonini berishdan iborat. Bu orqali ta'limdagi hududiy tafovutlarni kamaytirish va har bir bolaning sifatli bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsad qilingan. Teach for Uzbekistan loyihasi birinchi bosqichi boshlanganiga 1 yildan oshdi. Bu muddat ichida pedagogik mahorati shakllangan yosh mutaxassislarning Qashqadaryo viloyati eng chekka tumanlarga borib, maktablarda dars berishi yo'lga qo'yildi. Ushbu loyiha ta'lim samaradorligini oshirishda qay darajada effekt ko'rsata oldi? Ya'ni 1 yilgi natijalar qanday bo'ldi? Loyihaga nufuzli oliygohlar bitiruvchilari 740 dan ortiq bitiruvchini qiziqish bildirishi, chekka hududda pedagogik faoliyatni amalga oshirishga bo'lgan tayyorligini o'zi ham bizni juda quvontirdi. Va hozirgi kunda sentyabr oyidan buyon ishlab turgan 12 nafar yosh kadrlarimiz 1500 dan ortiq bolalar bilan faoliyat yuritishmoqda va bu bilan birga bolalarni akademik o'zlashtirish ko'rsatkichlarini ko'tarish, bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish, kreativ yondashuvni, tanqidiy fikrlashni shakllantirish va ular bilan birga ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, turli loyihalarga asoslangan innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilish ustida ishlashyapti. Va biz oktyabr oylarida panorama testini olgan edik. Panorama bu o'quvchilar orasida olinadigan test. Qanchalik darajada o'quvchilar o'z ustozlari bilan darsga qiziqishlari, o'sha fanni o'zlashtirishda bo'lgan o'qituvchilari, ustozlarini ularga yordam berishini o'lchash testi hisoblanadi. Bu dunyo bo'ylab bu test o'tkaziladi va o'sha test natijalariga qaraganda 75% dan ortiq o'quvchilar va 80% dan ortiq ba'zi maktabdagi o'quvchilar ushbu darslarni qiziqarli, hamma narsani o'zlashtiryapman, mavzularni o'zlashtirishda turli texnologiyalardan foydalanganligi sababli darslar menga qiziqarli bo'lyapti deb javob berishgan. O'quvchilarning qiziqishi ortgani, ularning akademik o'zlashtirish ko'rsatkichlari baland bo'lgani va bu bilan birga o'quvchilar turli ijtimoiy loyihalarni ustozlari bilan birga amalga oshirayotgani, ustozlarimiz ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashayotgani, maktabdagi boshqa o'qituvchilar bilan ham birgalikda ishlab, turli seminar, treninglar o'tkazayotgani, mahallalar bilan ishlab ijtimoiy loyihalarni amalga oshirayotgani bizning eng birinchi yutuqlarimizdan deb ko'rsatishimiz mumkin. Loyihaning birinchi qismi doirasida 12 nafar mutaxassis Qashqadaryo viloyatiga yuborilgan. Nima uchun aynan Ko'kdala va Chiroqchi tumanlari tanlandi? Ko'kdala va Chiroqchi tumanlari nisbatan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi pastroq bo'lgan hududlar va maktabdagi o'sha bolalarning akademik o'zlashtirishlari pastroq bo'lgan maktablar tanlab olingan. Tashkilot 24-yilning mart oyida ro'yxatga olingan bo'lib, iyun oyining oxirigacha 740 dan ortiq ariza kelib tushdi va ishtirokchilarimiz 5 bosqichli tanlovdan o'tgandan keyin yozgi institutda ishtirok etib, Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala va Chiroqchi tumaniga 2 yil davomida pedagogik faoliyat yuritish uchun jo'natildi. Va hozirgi kunga qadar ishtirokchilarimiz 4 ta hamkor maktabda 1500 dan ortiq bolalar bilan birga ishlashib, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilish, turli ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish ustida ishlashyapti. Tanlovning yana bir omili sifatida maktablarda STEM o'qituvchilari yetishmovchiligiga ham e'tibor qaratilgan, chunki bizning qatnashchilarimiz asosan STEM fanlaridan dars berib kelayotgan ustozlar hisoblanadi. Qaysi fanlar bo'yicha taqsimot bo'lgan? Qaysi fanlar o'qituvchilari bor? Bu fanlar matematika, biologiya, ximiya, ingliz tili o'qituvchilari. Saralab olingan nomzodlar orasida pedagogik diplomga ega bo'lmagan yoshlar ham bor ekan. Ular yuborilishidan avval qandaydir bir o'quv kurslaridan o'tishdimi? Tayyorgarlik jarayonlari qanaqa bo'ldi o'zi? Bu barcha oliygohlar bitiruvchilari, ayniqsa nufuzli oliygohlar bitiruvchilariga ochiq bo'lgan loyiha edi.
Bunda masalan siz tibbiyot akademiyasi bitiruvchisi bo'lishingiz mumkin yoki yuridik institut bitiruvchisi bo'lib turib, ximiyadan yoki yuridik institut bitiruvchisi bo'lib turib, tarixdan, huquqdan dars berishingiz mumkin. Bu degani aynan siz o'z sohangizni dars berasiz va bunda aynan pedagogik mahoratingiz bo'lmasa qanday yordam berishimiz mumkin degan nuqtai nazardan bularga 5 haftalik yozgi institut, ya'ni intensiv pedagogik qayta tayyorlovdan o'tishgan. Va hattoki saralash bosqichida ham ularning pedagogik mahorati, dars o'ta bilishi, bolalar bilan ishlash ko'nikmalari, stressga moyilligi kabi omillar tekshirilgan. Intensiv pedagogik tayyorgarlikdan keyin 2 yil davomida ham biz o'z pedagogik qo'llab-quvvatlovimizni, metodologik qo'llab-quvvatlovimizni va bundan tashqari turli hattoki psixologik yordamimizni ham o'z o'qituvchilarimizga amalga oshiramiz. Ushbu yoshlarimiz nufuzli oliygohlar bitiruvchilari bo'lgani uchun, iqtidori bo'yicha tanlab olingan yoshlar bo'lganliklari uchun tashkilotimizdan tomonidan qo'shimcha stipendiya beriladi va eng asosiysi tashkilotimiz tomonidan pedagogik metodologik qo'llab-quvvatlash amalga oshiriladi. Yoshlarimiz 2 yil davomida ham onlayn platformada va turli sessiyalar orqali turli ekspertlardan dars olishadi. Bundan tashqari tuman hokimliklari, Ko'ktala va Chiroqchi tuman hokimliklari tomonidan ularning uy ijara haqlari ham to'lab berilyapti. Adaptatsiya jarayonlari qanaqa kechdi ishtirokchilarda? Adaptatsiya jarayonlari juda yengil kechdi deya olmayman, chunki yoshlarimiz turli viloyatlardan, turli shaharlardan, aksariyati Toshkent shahridan va chet elda o'qigan yoshlarimiz bor. Albatta qishloq hududida ishlashlari, u yerdagi aholi bilan til topib ketishlari, o'quvchilar bilan til topib ketishlari qiyin bo'ladi, lekin bu yerda shu biz ham o'z yordamimizni ayamadik, o'zlari ham o'zlarining yetakchilik qobiliyatini ko'rsatishdi. Hozirda juda yaxshi adaptatsiya bo'lishgan, hattoki maktab direktorlari, hamkasblari bilan do'stona anaqada yoki maktab o'quvchilarining ota-onalari bilan do'stona munosabatlar o'rnatishgan va ayniqsa o'quvchilariga juda ham o'rganib qolishgan. Loyiha doirasida saralab olingan mutaxassislar maktablarda faqat nazariy bilim berish bilangina cheklanib qolmay, o'quvchilarga amalda foydasi tegadigan ko'nikmalarni o'rgatish, ularni mustaqil fikrlashga undash va zamonaviy kasb-hunarlarga qiziqtirish ustida ham ishlamoqda. Mutaxassislar darslarda interaktiv yondashuvlardan foydalanib, mahorat darslari o'tkazyapti, guruh-guruh bo'lib loyiha qilyapti. Shu orqali bolalarda ijodiy fikrlash, jamoada ishlash qobiliyatlari rivojlantirilyapti. Teach for Uzbekistan loyihasi nafaqat maktab ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan, biz undan tashqari maktab o'quvchilarining ijtimoiy hayoti, ularning keng dunyo qarashlariga yoki bo'lmasa madaniy rivojlanishiga ham alohida e'tibor qaratamiz. Va mana shu tashabbusimiz doirasida yangi yil arafasida hamkor maktablarimizda tahsil olayotgan o'quvchilar maktab o'quv yilining birinchi yarmida yaxshi akademik ko'rsatishga ega bo'lgan, hali Toshkent shahriga tashrif buyurmagan o'quvchilarni 3 bosqichli tanlov asosida tanlab olib, ularni poytaxtimizga 3 kunlik madaniy xordiq safariga olib keldik va mana shu tashrifimiz doirasida bolalar kutubxonasi, politexnika muzeyi, teatr namoyishlari shu kabi ko'ngilochar maskanlarga tashrif buyurdik. Va undan tashqari joriy yilning aprel oyida Mening diyorim nomli konkurs o'tkazdik. Bu konkurs doirasida bizning faol maktablarimizda tahsil olayotgan o'quvchilarimiz o'zlari yashab turgan hududlardagi go'zal manzaralarni suratga olib, ularga go'zal kreativ izohlar berib bizga yuborishdi va 80 ga yaqin fotosuratlarni biz Toshkent fotosuratlar uyida taqdimotini o'tkazdik va mazkur tadbirga taklif qilingan har xil soha vakillari, professional va havaskor fotosuratchilar yoki bo'lmasam yosh talabalar, ijtimoiy faollar tashrif buyurishib o'zlariga yoqqan fotosuratlarga ovoz berishdi va tadbirimiz yakunida eng ko'p ovoz to'plagan 3 ta fotosurat sohiblariga Teach for Uzbekistan tashkiloti tomonidan esdalik sovg'alari taqdim qilindi. Maktab o'quvchilari yozgi ta'tilga chiqishganlaridan so'ng ularning vaqtlarini mazmunli tashkil qilish maqsadida dasturimiz ishtirokchilari tomonidan Chiroqchidagi hamkor maktabimiz hududida yozgi oromgoh tashkil qilish ham maqsad qilingan, rejalashtirilgan va undan tashqari loyihamiz ishtirokchilari turli xil art klub, ingliz tili, kimyo, biologiya, matematika fanlaridan qo'shimcha to'garaklar tashkil qilishgan. Undan tashqari informatika va ingliz tili o'qituvchilarimiz esa Asl ustoz nomli o'zlarini hamkasb o'qituvchilariga kasbiy rivojlantirishga qaratilgan platforma yaratib chiqishgan. Hamma u yerga tashrif buyurib o'zlarini kasblarini, o'zlarining tajribalarini oshirishsa bo'ladi. Biz loyihamiz doirasida asosiy e'tiborni yoshlarga qaratganimiz sababli biz poytaxtimizdagi 5 ta nufuzli universitetlar talabalari o'rtasida Zakovat intellektual turnirini tashkil qildik va mana shu turnir orqali ularni jamoamizga jalb qilib, bizning qadriyatlarimiz, maqsadlarimiz, qarashlarimiz bilan tanishtirib, shu kabi ijtimoiy loyihalarni qo'llab-quvvatlashga ularni ham chaqirdik.
Teach for Uzbekistan bundan faqat ta'lim va bundan tashqari ijtimoiy mas'uliyat va har bir bolaga sifatli ta'lim yetib borish yo'lida xizmat qilishdir. Teach for Uzbekistan loyihasi doirasida dunyoning 63 dan ortiq davlatida ta'limda samara bergan tajribalarni mahalliy tizimga integratsiya qilish rejalashtirilgan. Bu orqali o'zlashtirishda tengdoshlaridan ortda qolayotgan bolalarning bilim bo'shliqlarini to'ldirish va o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish ko'zda tutilgan. Ulug'bek aka, loyihaning chekka hududlardagi ta'lim sifatiga ta'siri qanday bo'ldi? Biz o'sha loyihani boshlaganimizda o'quvchilarga o'zimizda dastur ishtirokchilari dars berishni boshlaganda albatta testlar o'tkazilgan. Bu diagnostik testlar deyiladi, ularni darajasini bilish uchun har bir o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha va hozirgi mana may oyiga kelib chiqish testlari olindi. Exit testlar deyiladi va shularning dastlabki natijalari ko'radigan bo'lsa, albatta o'sish bo'ldi, 30-40% ga o'sish bo'ldi. Bu bir tomonlama olganda, yana ikkinchi tomonni qaraydigan bo'lsa, nafaqat bu yerda hozirgi zamonaviy ta'limda bu bilim baholanadi, balkim talaba yoki o'sha o'quvchi qanchalik motivatsiya oldi o'sha o'qituvchidan. Chunki hozir bilasiz, juda ham texnologiya rivojlangan davrida bilim manbai faqat o'qituvchi bo'lmay qoldi. Boshqa manbalardan ham ta'lim olish mumkin. Lekin asosiy o'qituvchini imidji o'zgarib boryapti, o'qituvchini roli o'zgarib bormoqda. Bu faqatgina bilim beruvchi emas, bu balki motivator sifatida. Shuning uchun bizani dastur ishtirokchilari orasida mana shu markaziy universitetlarni, shahar universitetlarini bitirib, o'sha chekka hududlarga borishi bolalarda bu yana bir qiziqish uyg'otish. Bundan tashqari qolaversa, yana ishtirokchilar orasida xorijda bo'lib o'qib kelganlar ham bor. To'g'ri, bundan ko'rinib turibdiki, aynan o'sha bizani dastur ishtirokchilarni, o'qituvchilarimizni o'sha yerga borishi nafaqat bilim nuqtai nazaridan ularning bilimini oshishi, balkim ular hayotga qiziqishi, motivatsiya olishi, mana shu o'sha chekka hududlardan kelajakda shu ustozlari kabi markazga kelib universitetlarga kirishi, o'qishi, qolaversa chet ellarga chiqishi nuqtai nazaridan albatta hammasi motivatsiya oldi. O'qituvchining hozir roli o'zgarib bormoqda. Sinfda faqat bilim beruvchi emas, balki yo'l ko'rsatuvchi, motivator sifatida. Mana shu rolini oshirishimiz kerak va shu mana shu motivatorlik roli juda ham katta ta'sir o'tkazdi. Chunki bilasiz, bilim olishda hozir faqatgina bolani majburlab bilim ola olmaydi. Biz ko'rsatib berishimiz kerak. Har aytganingizda role model bo'ladi-yu, o'sha o'qituvchi faqatgina bilim beruvchi emas, lekin qanaqadir hayotda bir jonli namuna. Hayotda namuna o'z o'rnini topgan, ijtimoiy o'z o'rnini topgan nuqtai nazaridan ularga bir motivatsiya berdi. Shuning uchun ikkita ko'rinadigan bo'lsa, o'sha bilim nuqtai nazaridan ham o'sish bo'ldi, hamda haligi ichki tuyg'usini, ichki hayotga bo'lgan, bilimga bo'lgan, umuman ijtimoiy hayotga o'zini imidjini yasashga bo'lgan nuqtai nazardan aynan shu juda ham ijobiy ta'sir o'tkazdi deb o'ylayman. Loyiha doirasida saralab olingan o'qituvchilarni dars o'tish uslubi va mazmuni an'anaviy darslardan o'zi nimasi bilan farq qiladi? Bilasizmi, bu juda ham muhim hisoblanadi. Bizani aynan shu tashkilotda asosiy maqsadi ham o'sha an'anaviydan noan'anaviy. Bu narsaga o'sha ikkita model bor, ta'lim berish modeli bor, markazda o'qituvchi modeli bor, hamda markazda talaba modeli bor. Bu qayerda, u Finlandiyada ishlatiladimi, Yaponiyada ishlatiladimi? Bu model ikkiga bo'linadi. Bizda sobiq SSR davridan bilasiz, bizda ko'proq markazda o'qituvchi modeli ishlatib ketilgan. Bu yerda hali aytganimizdek o'qituvchi turib bilim berish, bolalar passiv ma'lumotni qabul qilish. Lekin hozirgi bizani mana shu dastur ishtirokchilari mana yozgi lagerlar bo'ladi. Shu yozgi lagerlar doirasida biz ularga zamonaviy, o'sha xorijdan o'zimiz olib kelgan ta'lim standartlari asosida zamonaviy markazda talaba modelini joriy etib, bu yerda nima bo'lishi mumkin? Mana bu yerda hali aytayotganimizdek o'quvchi o'sha passiv ma'lumot qabul qiluvchi emas, balkim aktiv, o'zidan generate deydi, o'zidan bir qanaqadir fikrlar yaratib, berilgan masalaga o'z fikrini beradigan, bayon qiladigan, o'sha munosabatini bildiradigan bir aktiv bilim yaratuvchisi sifatida gavdalantiradigan bir tizim yaratishga urinyapmiz. Albatta mana shu fellowlarimiz, bizani shu dastur ishtirokchilarimiz shu modellarni yaratib beryapti deb o'ylayman. Umuman bu Teach for Uzbekistan unikal tomoni shundaki, nafaqat bu yerda o'quvchilarga sharoit yaratilyapti, balki o'qituvchilar tizimini, o'qituvchilar
tayyorlash tizimini ham tubdan yengillashga hissa qo'shuvchi bir qanaqadir model yaratilyapti. O'ylaymizki, buni ko'rsatib berganimizdagi natijalarni kelajakda boshqa nimalarda ham, hududlarda ham sekin-sekin kengaytiramiz. Yana bitta narsa, bizda yana direktorlarni ham tayyorlash modeli yo'lga qo'yilgan, shu loyihasi bor. Mana shu direktorlarni aynan shu xorijiy management, school management nuqtai nazaridan ularga treninglar tashkil qilingan. Mana shu yo'sinda shuni aytib o'tish kerakki, bu yerda faqatgina o'quvchi emas, umuman school managementdan tortib, ta'lim jarayonini tashkillashtirishdan tortib, butun o'sha ta'lim hamda managementni bir qanaqadir yangi bir nafas olib kirish uchun xizmat qiladigan loyiha deb o'ylayman. Britaniya ta'lim dasturlari, ta'lim standartlari asosida qilinayotgan boshqa loyihamiz ham bunga integratsiya bo'lyapti. Bu birinchi masala. Bu yerda o'sha o'qituvchi bu Britaniya ta'lim standartlari asosida yoki boshqa xalqaro ta'lim standartlari asosida bilim ham oladi va shuni darsga ham olib kiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, boshqa shunga maktab ta'limini, umuman ta'lim sifatini, maktabdagi menejmentni oshirish, o'sha sifatini oshirish nuqtai nazaridan shuni atrofida boshqa loyihalar ham kelyapti. Mana bittasini aytib o'ta olaman, Foundation Literacy and Numeracy. Bu o'sha o'qish savodxonligi, matematik hisoblash va o'qish savodxonligini oladigan bo'lsa, kecha kunduzda o'zimizni mana o'sha dastur ishtirokchilarini shu loyihaga jalb qildik. Onlayn aynan o'sha seminar, treninglar o'tdi, qanday qilib o'sha dastlabki savodxonlikni, o'sha ortda qolayotgan shu ikkita ko'nikma nuqtai nazaridan ortda qolayotgan bolalarni aynan baholash tizimini yaratish, testlarni yaratish, mana shularga seminar tashkil qilindi. O'ylaymizki, mana shuni ham kelajakda maktablarda joriy qilamiz deb o'ylaymiz. Loyiha nodavlat notijorat dastur hisoblanib, u davlat tomonidan moliyalashtirilmaydi. Xarajatlar mahalliy homiylar va xalqaro grantlar hisobidan qoplanadi. Eng katta qiyinchilik nima bo'ldi loyihani yo'lga qo'yishda? To'g'risini aytaman, eng katta qiyinchiligim hali loyihani boshlamasdan oldin bu ko'proq volontyorlikka asoslangan loyiha bo'lgani uchun va bizning jamiyat uchun, bizning yoshlarimiz uchun volontyorlik qilib pedagogik faoliyat yuritish, chekka hududda 2 yil yashash qiyinchilik tug'dirmaydimi va yoshlarimiz bu narsaga rozi bo'ladimi deb o'ylaganman. Chunki aksariyat yoshlarimizdan sotsiologik tadqiqotlar o'tkazganda, so'rovnomalar o'tkazganda chet elda o'qishini davom ettirish yoki shahar markazlarida o'z karyerasini qurish kabi javoblarni berishgan. Shunda yoshlar rozi bo'lishar ekanmi degan qo'rquv bilan to'g'risi shu loyihani boshlaganman, lekin 740 ta ariza kelib tushganda bu qo'rquv anchagina pasaydi va xursandman. Vataniga xizmat qilishga, chekka hududlarga borib bolalarga yordam berishga tayyor yoshlar bor. Ikkinchi masalamiz albatta bu yoshlarning adaptatsiya bo'lishi, innovatsion loyihalarni amalga oshirishda ularga ko'makdosh bo'ladigan hamkasblarni orttirishi va albatta yana tashkilotning moliyaviy tomondan har doim qo'llab-quvvatlanishi ham eng qiyin omillardan biri hisoblanadi. Loyihaning ikkinchi bosqichi ham adashmasam boshlanish arafasida. Qaysi viloyatda bo'ladi ikkinchi bosqich? Loyihaga ariza topshirish jarayonlari yanvar oyidan boshlangan. Hozirgi kunga qadar 600 ta ariza kelib tushdi va kelgusi hududimiz sifatida Surxondaryo viloyatini tanladik. Surxondaryoda Termiz tumani, Muzrabot tumani va Qizariq tumanlari. Asosiy tanlangan omillar o'sha avvalgicha iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishda qiyinchiliklari bor hududlar, maktablarda o'qituvchilar yetishmovchiligi bor, nisbatan akademik ko'rsatkichlari past bo'lgan maktablar tanlab olindi. Loyihaning keyingi bosqichlarida yana qaysi viloyatlarni, qaysi hududlarni qamrab olish reja qilingan? 2025-yil Surxondaryo viloyatida va 2026-yil Qoraqalpog'iston Respublikasiga chiqish rejalarimiz bor. Teach for Uzbekistan ishtirokchisiga aylanish uchun nomzodlar 5 bosqichli tanlovdan o'tishlari talab etiladi. Birinchi bosqich bu veb-saytdagi onlayn so'rovnomani to'ldirish bo'lib, unda berilgan savollarga insho tarzidagi yozma javoblarni tekshirish orqali ishtirokchilarning yozma nutqlari tekshiriladi. Ikkinchi bosqich bu mutaxassislarimiz bilan onlayn suhbat bo'lib, unda rekrutment va tanlov yo'nalishi mutaxassislari har bir ishtirokchi bilan onlayn suhbat olib boradilar va suhbat davomida ishtirokchilarning ko'nikmalari, bilim darajasi, loyihaga
2 yil davomida hissa qo'sha olishlik hamda o'z yashab turgan joyini o'zgartira olishlik darajalari tekshiriladi. 3-bosqich baholash markazi bo'lib, unda ishtirokchilar har xil o'yinlar hamda dars taqdimotlari orqali stressga chidamlilik, liderlik qobiliyatlari tanlovdan o'tkaziladi. 3-bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilar 4-bosqichga yo'l oladilar. 4-bosqichda har bir ishtirokchi mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha metodistlar bilan suhbatdan o'tkaziladilar. Metodistlar suhbatidan o'tgan ishtirokchilar 5-bosqich, ya'ni 5 haftalik yozgi institutga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. Yozgi institut davomida har bir ishtirokchi nafaqat o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, shu bilan birgalikda liderlik qobiliyati, omma oldida nutq so'zlash san'ati, aktyorlik san'ati singari jihatlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.